Ukraina urushi davomlashayotgan bu mezgilda Xitoy Rossiya bilan birlashib, Yevropaga tahdid shakllantirayotgan bo'lib, Yevropa davlatlari buningga taqabul turishda Amerika bilan hamkorlashishning muhimligini bilsa-mu, Xitoy bilan murassa mudofaa qilish, hatto savdoda davomli hamkorlashish ko'yida yurmoqda ekan. Xitoyning Rossiya bilan birlikda Yevropaning taqdirini, hatto dunyo tartibini o'zgartirishga urinishi Amerikaning hushyorligini o'stirgan bilan Yevropa davlatlari yanıla talay sinash holatida turmoqda ekan. Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinping 3-chi qatim taxtga chiqqandan keyin Germaniya bosh ministri Scholz va Fransiya prezidenti Macronning ilgari oxir bo'lib Xitoyni ziyorat qilishi Macronning Fransiyaga qaytish safarida Amerika bilan Xitoy o'tirisidagi jidalga kirmaymiz, Tayvan masalasida Xitoyning ishiga aralashmaymiz deb ifoda bildirishi bu davlatlarning Xitoyni yanıla puli bor, kuchi bor cho'ng davlat, uningdan ayrilishga bo'lmaydi deb qaraydiganligini, rayon va davlat manfaatiga kelganda Amerikani bir yoqqa qayirib qo'yadiganligini ko'rsatgan edi. 6-oyning 8-kuni Angliyada chiqadigan iqtisodshunos haftalik gazetida e'lon qilingan G'arb ellarining Xitoy oldidagi sodirligining oxirlashishi nomli maqolada ko'rsatilishicha, G'arbdagi demokratik davlatlar agar Xitoy Kompartiyasining mohiyati va asli maqsadini, ya'ni o'zini dunyoda eng ilg'or va qudratli kuchga aylantirib, dunyoga xo'ja bo'lish g'arzini bilmay, o'zini aldab yuraversa, Xitoy oxir g'alaba qiladi. Maqola avtorining ko'rsatishicha, yaqinda Stockholm Xitoy munbiri yig'inida jam bo'lgan Amerika Yevropa amaldorlari, tadqiqotchilari va savdo sohasidagilar Xitoyning Ukraina urushida hargiz tinchlik elchisi bo'lmaydiganligi, balki Rossiya bilan birlashib Yevropaga tahdid solishga boshlaganligidan ansirashga boshlagan. Ukraina hukumati Shi Jinpingning tinchlik suhbati o'tkazishini umid qilgachqa, Yevropa Xitoyning Ukraina urushini oxirlashtirish va urushdan keyin Ukrainani qayta qurish ishlarida o'z rolini joriy qildirdi deb o'ylagan. Ammo Xitoy amaldorlari Ukraina urushini NATOning sharqiy kengayishining oldini olganlik deb qaraydiganligini bildirgan. Yevropa davlatlari buningdan Xitoyning kelgusida Yevropa, hatto dunyo tartibini o'zgartirish g'arzi borligidan bearam bo'lgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Yevropa taraf Xitoydan ansirayotganda Amerika yanıla umidvor holatni saqlagan. Jo Bayden hukumati dunyoning har qaysi joylaridagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Xitoydan g'olib keladigan kuchli siyosiy iroda, iqtisodiy manba, harbiy kuch va diplomatiya orqali hozirgi dunyo tartibini qo'g'damoqchi bo'lgan. Ammo bu ittifoqdosh davlatlar Xitoyning xirsiga taqabul turishda ideologiya, qimmat qarash jihatda Amerika bilan bir set tutusimi, iqtisod va diplomatiya jihatda o'z oldiga yo'l tutishga erishman bo'lib, Fransiya bilan Germaniyaning maydoni buni isbotlab bergan. Amerikaning o'zimi Xitoydan iqtisodiy jihatdan ayrilmagan. Tesla, JP Morgan qatorliq Amerika shirkatlari Xitoyga qatorashga boshlagan bu ahvolda Joe Biden mo Yevropani Xitoyga birlikda taqabul turishga qoyilqilmaydi ekan. Amerika CNBC xabar qonunli 12-iyun bergan xabarda aytilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bu hafta Xitoyni ziyorat qiladiganlik xabari chiqqandan keyin Singapur bu ikki davlatning munosabatining yaxshilanishiga bo'lgan tilaklarini bildirgan. Hozir dunyoda Xitoy bilan Amerika munosabatlarining buzilishi dunyoviy xarakterlik ofat deb qaralayotgan bo'lib, buningga asosan Xitoy diplomatlari cho'ng davlatlarning mas'uliyati degan iboralarni qo'llanishga boshlagan edi. Amerikadagi siyosiy analizchi Andres Korependi Xitoyning hozir xalqaroga kuch ko'rsatishga boshlaganligi va buning xavf-xatari haqida mundaq deydi. The problem is that we're headed towards a waterfall, basically, where China is getting so powerful that it will eventually be able to... Amerikadagi siyosiy masala shuki, biz Xitoyning kun sari kuchayishidek bir iqimga ergishib ketyapmiz. Xitoy kuchlanib, eng oxirida Amerika, Yevropa va Yaponiyaning o'rnini olishi mumkin. Agar biz hozir harakat qo'llanmasak, Xitoy bilan Rossiyadan iqtisodiy aloqamizni uzmay bundaq bo'shanlik qilaversak, paspalga tushib qolamiz. Xitoy bilan Rossiya, Iran, Shimoliy Koreya, Suriya, Venesuela qatorliq davlatlar go'yo terrorchilar yoki qora guruh hokimiyatlariga o'xshaydi. Dunyoda nimani xohlasa shuni qiladi. Ularda qonun, axloq, demokratiya yo'q. Shunga ularning metodini nimishqa shunday qiladiganligi va qilayotganligini tushunish tas. Mana bu bizdagi soddalikning bir sababi. Xitoy bilan Rossiyadagi diktatorlar bak och ko'zlashib ketdi.
Bu ochko'zlik haddidan eshib, bu ikki davlatdagi boyliqqa emas, butun dunyodagi boyliqqa ko'z tikadigan darajaga yetdi. And that greed now is that avariciousness now has an eye not just on assets within Russia and China, but assets globally. Xitoyning dunyo bo'yicha ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaga aylanishi va bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali ta'sir doirasini kengaytirishi Xitoyni Osiyo, Afrika davlatlarida emas, G'arb ellarida sal qarg'usiz bir kuchga aylantirgan bo'lib, G'arb dunyosi Xitoy bo'lmasa savdo bo'lmaydi deydigan holga kelib qolgan. Ta'minlash zanjirida Xitoyga bog'lanib qolgan. Majburiy emgakni uzil-kesil cheklash amalga oshmagan. Maqolada aytilishicha, G'arb ellarining Xitoydan ayrilolmaydigan ham Xitoydan ansiraydigan ziddiyatlik holati bir mezgil davomlashadi. Amerikadagi analizchi Gordon Changning qarashicha, Xitoyning bugünkidek kuchlanishi G'arb ellarining yordamidan kelgan. Xitoy ojizlaganda yanıla G'arbga tayinadi. Ammo hozirgidek G'arb dushmanligi davomlashsa, Xitoy oxirgi maqsadiga yetolmaydi. Gordon Chang apandi bu vaqtda mundaq dedi. The so-called Chinese miracle, the economic development during the 4 decades of what is now called the reform era, agar chet elning mablag'i, fan texnikasining yordami bo'lmagan bo'lsa, Xitoyning islohot echivitishdan buyanqi 40 yillik iqtisodiy gullanishi atalmış Xitoy mo'jizasi amalga oshmagan bo'ladi. Bugungi kunda mo chet elning yordami bo'lmasa, Xitoy mag'lub bo'ladi. Chunki Xi Jinpingning qattiq qo'l kommunizm siyosati Xitoyni xato yo'lga boshlayotdi. Xitoy hozir o'zining kuchiga tayinibla qudratli davlat bo'lolmaydi. Balki chet el mablag'iga texnik ko'p tayindi. Agar chet elning yordami davomlashaversa, Xitoyda kommunizm oxirlashmaydi. Ya'ni hozir Tesla, Alma va boshqa yuzlagan chet el shirkatlari kommunist Xitoy hokimiyatini yo'layotdi. Meningcha, chet el shirkatlari Xitoydan ayriladi. Chunki Xi Jinpingning chet el dushmanligi siyosati ularni Xitoydan qo'g'laydi. Ondan chet el hukumatlari mo Xitoydagi shirkatlarni Xitoydan chekinishga buyuradi. Will both drive them away and force foreign governments to require their businesses to leave Chinese soil. Maqolada ko'rsatilishicha, agar Amerika va Yevropa davlatlarida o'z manfaatini qo'g'dash iqimi kuchaysa, Xitoy bilan raqobatlashish nihoyatda osonla hamkorlashishga o'zgarib ketadi. Prezident Joe Biden Amerika shirkatlariga e'tibor berish siyosatini qo'llanish orqali Xitoy bilan raqobatlashsa, Yevropa davlatlari hamini qayirib qo'yib, Xitoy bilan hamkorlashishi mumkin. Masalan, Germaniya mashina sanoati elektronlik mashinalarni taraqqiy qildirishda Xitoy bilan hamkorlashishi, hatto Tesla bilan raqobatga tushishi mumkin. Amerikadagi Rand siyosat tadqiqot markazidan Dr. Raymond Ko hamkorlik va raqobat masalasini hal qilish qiyin bo'lgan ziddiyatlik masala deb tushuntirib mundaq dedi. The Biden administration in particular is trying to do competition and cooperation. Really difficult to do because Biden hukumati Xitoy bilan bo'lgan munosabatini hamkorlik va raqobat ichida davomlashtirishga kirishib keldi. Holbuki bundoq qilish tez. Chunki bir yoqdan hamkorlashib, bir yoqdan raqobatlashgili bo'lmaydi. Hamkorlik sohasi raqobat sohasini cheklab qo'ydi. Bu nihoyat tabiiy va tushunishlik ahvol. Agar G'arb davlatlari ayrim iqtisodiy manfaatlarini deb birlik hosil qila olmasa, Xitoy iqtisod va strategiya jihatda ko'zlagan maqsadiga yetadi. Shunga Amerikaning Xitoyga bo'lgan muomalasi jiddiy o'zgaryotdi. Agar shundoq bo'lsa, Amerika shirkatlari davlat ichidagi qarshilik bo'libmi iqtisodiy masalalar tufaylidan Xitoyda davomli savdo qilishda qiynaladi. in the face of what I imagine will be increasing sort of domestic opposition within the major economies. Maqolaning oxirida mundaq deyilgan. Ukraina urushi shuni qayta isbotladiki, Amerika G'arb ellarining xavfsizligini qo'g'dashda kam bo'lsa bo'lmaydigan sherik. Amerika Yevropaga yordam berish orqali Yevropa ittifoqini Tayvan va Hind Tinch okean rayonidagi xavfsizligi va siyosiy manfaatini qo'g'dashga chaqirdi. Bu oyda o'tkazilgan Osiyo xavfsizlik munbiri Shangri-La dialogida so'zga chiqqan Xitoy bayonotchisi Yevropaliklarga sizlarning Osiyo uchun qila oladigan eng yaxshi ishinglar hech nima qilmaslik dedi. Maqsad do'st qozonish emas, balki Amerikaning sheriklarini qo'rqitib, Joe Bidenni orqaga yondirish. Xi Jinpingning kaskin gaplari g'arbliklarning sotilligini bildirib qo'ydi. Agar chet elliklar Xitoyga oldirab ishonish bilan qolmay, umidini yo'qotsa, Xitoy buni g'alaba deb biladi.